Assalomu alaykum. Men pediatr shifokori Bekmurodova E'zoz Aslidinovna. Bugun sizlar bilan eng ko'p tushgan mavzular haqida gaplashamiz. Bulardan eng ko'p tushadigan mavzulardan bittasi nega bolajonlarni uyqusi orasida buziladi, uxlagandan keyin turadi. Xo'p, shu mavzu haqida gaplashamiz. Avvalo bu holat shu haqida eslatmoqchiman, har doim patologiya hisoblanmaydi. Agarda farzandingiz 1 yoshgacha bo'ladigan bo'lsa, normada kechasi ertalabgacha 3 marta turadigan bo'lsa, bu norma hisoblanadi. Ya'ni bunda tish chiqishi, kolikalar hisobiga, ovqat hisobiga bo'lishi mumkin. Xo'p, farzandingiz 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'ladigan bo'lsa, unda ko'p miqdorda suv so'raydigan bo'lsa, bu holatda hisobga olib, albatta vrach, pediatr, endokrinolog bilan maslahatlashishni tavsiya qilaman. Asosiy belgilardan biri psixosomatik o'zgarishlar, uyqudan oldin telefon, televizorlarni, gadjetlarni hisobiga ham uyqu buzilishi mumkin. Buni ham alohida e'tiborga olish kerak. Agarda farzandingiz ko'p miqdorda suv ichib, uyqu oldidan kun davomida ko'p miqdorda tualetga boradigan bo'lsa, u holatda bu holatni hech ham e'tiborsiz qoldirmang. Chunki birinchi tip diabet asosan yosh bolalarda uchraydi. Nimaga sag'ir diabet kattalarda-yu deydigan savolga birinchi tip diabet asosan bolalarda uchraydi va buni sababi oddiygina siz e'tiborsiz deb o'ylayotganingiz farzandingizni nimadandir o'zingizni orqangizdan qo'rqitganingiz hisobida bo'lishi mumkin. Turli xil hayvonlardan qo'rqqani hisobiga bo'lishi mumkin. Og'zi quriyaptimi, ko'p miqdorda suv ichib, shu miqdorda tualetga borib poliuriya bo'lyaptimi? Albatta vrach, pediatr, endokrinolog bilan maslahatlashishni tavsiya qilaman. Qabulimga kelgan bitta bemor voqeasini aytib beraman. Ko'p suv ichyapti, judayam ko'p siyapti deb kelganlarida, xo'p, ulardan polni tekshiruvlar qilingan, analizlar olingan. Qaraganimizda og'izlarida qurib qolishlarimiz bor, vес olishimizda kamayishi bor. Tekshiruv o'tkazib, bittagina sahrga ham topshirib qo'yinglar deganimizda, sahr miqdori 11.7 chiqqan. Bu bola uchun ham, yoshi katta odam uchun ham baland hisoblanadi va shu bolachada hozirgi kunda sahr diabet bilan davolanyapti. Farzandingizda ham agarda shunaqa muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, bee'tibor qoldirmasdan vaqtida oldini olishinglarni so'rab qolaman. Ma'lumot qiziq bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'lishni unutmang.